Şinjan'dan ayrıldığımızga 8 kilometre kaldı. Bu 8 kilometre biz için bek eğir tüyülüp gitmemdi valla. Neymiş ki? Biz 3800 kilometre mi bunda eğir tüyülüm bu. Bırak ben 8 kilometre bek eğir tüyülüp gitti. Benim oyluşum. Bu 3800 kilometrede bizden etrafımızda nurgun adamlar emra oldu. Mayli qaysi yurtqa baraylik, mayli nega berishimiz qat'iy nazar, oq yurak kishilar bizni oldimizga chiqdi. Endi biz bu yerda o'zimizning qancha talaylikligini boshqamiz ma'ni yo'q. Faqat atrofimizda yana bundan yaxshi niyat kishilarniki nihoyat ko'ptikin demoqchi. Bularning hech qaysimiz tonimaymiz. Faqat bular bizning do'yinimizdan mang'inimizni ko'ribla bizlar aloqalashib, amushijlik darajada hurmatimizni qilganlar. Buning uchun xizmatchim bor, og'inimizmi bor, to'naydiganimiz bor, to'namaydiganimiz bor. Hammasi biroq biz qiyrilishdan ko'rib o'zining qo'lidan kelgancha yordamni qildi. Mishada bu Şinjandan chiqib ketishning oldida o'shalar bir rahmatimizni aytib olsak deb bu film tortib qoldik. Mana bizning qizil ot Şinjanga qiyal dog' chiqib qoldi. Ammo lekin bu yerdan chiqib ketsak-chi, bizni yana kim to'na? Bizga yana kim o? Ma ballar iliq saraliqdi deb yaxshi nazarda qarab qolar. Ham shunday bo'lsin biz biroq yuragimizni yana to'q tutib menyapmiz. Chunki bu safarimizda mushkamga kaychilik, mush yo'lni mang'ichilik bizga madad qilgan odamning madadlari bilan mush yo'lni besib keldik. Buning buyuqligimi men cho'g'an chog'da biz saraliqni o'ylaganda yo'limiz balkim yig'im ravon bo'lishi mumkin. Ya bo'lmasa o'g'il siziqlab uchirishimiz mumkin. Biroq buning hammasi taqdir turmushimizda besib o'tmasak bo'lmaydigan bir yo'llar deb qo'yildik. Chunki biz egillik tiklaymiz dedik emasmi? Hammalarningki teni salomat, turmush xotirjam bo'lsin. Bundan keyin kishilaringlar texim yaxshi o'tib ketsin mana. Voy adash. Jure do'stim, deyatg'o so'zlab yeribmi qolgansan? Biz yutib chiqqanqimi bir oyga hafta qilib qopti. Shu uydan chiqqanda o'zimizning onasi, oxirgi tomoqni o'zimizning onasining qo'lidan yegan. Gerçi bu yerdan ayrılsakmı, ularning qo'lidan tomoq yelamsakmi hozir. Biroq katta bir tomoq tayyorlab qo'ydim. Ha? Qaradash, nimaki? Bu? Onimizning suyuqishig'i bu.